Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Biz sizlarga Abdurauf Fitrat she'rlari asosida tayyorlangan audio matnni taqdim etamiz. Unda vatan muhabbati, millat dardi va uyg'onish g'oyasi aks etadi. Marhamat, tinglang. Shoir uchun vatan muqaddas tushuncha. Ammo u jaholat va orqada qolganidan iztirob chekadi. Ey yurtim, nega uyquda qolding, nega ilm ma'rifatdan uzoqlashding? Axir bizning tariximiz buyuk edi. Qachon uyg'onamiz? Fitrat yoshlarni ilmga, birlikka va harakatga chorlaydi. Ilm o'rganaylik, millatni zulmatdan chiqarish bizning qo'limizda. Agar biz o'zgarmasak, kelajak qanday o'zgaradi? Vatan bizdan fidoyilik kutadi. Yurt qayg'usi. Onam, seni qutqarmoq uchun jonmi kerakdir? Nomusmi, vijdon bila iymonmi kerakdir? Temur bila Chingizxonni toshdi tomirimizdan. Aytgil, seni qutqarmoq uchun qonmi kerakdir? Yov suqqali kelgach qilichini yuragingga, tush oldiga ol ko'ksimi qalqonmi kerakdir? Boq mana Turk dengizi toshqin qila qoldi. Turon yovini quvg'ali to'fonmi kerakdir? Turon yigitin barchaga boq, qalqdi oyoqqa. Yurtda qorovul qo'yg'ali arslonmi kerakdir? Shoir ishonadiki, millat uyg'onadi. Chunki har bir qalbda vatan muhabbati bor. Men yurtim uchun xizmat qilaman. Men ilm bilan vatanimni yuksaltiraman. Fitrat aytgan vatan so'zlarda emas, u uyg'oq ongda, ilmda va jasoratli amalda yashaydi. Kim vatanni sevsa, avvalo o'zi uyg'onsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ovoz berishda Kumushbibi Tolmasova, Latofat Jo'raqulova, Husniddin G'aybullayev, Og'abek Fayzullayev, Kumushxonim Mahmudova, Shodiyor G'ayratov ishtirok etishdi.